Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size gacırız. Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü ıslahı 2023 yıl 6. ayının 12. günü vatandaş. Bugünkü vaziyetimizin eysak mında kısa haberler bilen vaziyetten bugünkü altını tasvirle bakaydı. Birinci, hazır Cungo'nun bir neçe nefer Quyosh Energiya şirketinin yuqori darajalik rahbarlari Germaniya aeroportida qo'lga olindi. Bunun sebep nima desa, hazır Quyosh Energiya şirketi bu Germaniyaga Quyosh Energiya taxtillarini tökmü qilib satqanligi va shunga munosabatlik ishdak turdi. Lekin tafsili bunda bir narsa deyilmagan. Bu xabarni bergan o'rin Shangang. Yani Hong Kong 01 gazeti. Yana bir xabar. Rossiya hava armiyasi mayori qochdi. Rossiya armiyasining hozirgi ahvoli va askariy odamlarning ruhiy holati tushkunlashganligini Paşkıl deyip tasvirlab berdi. Mavzuli xabar 6. ayının 12. gün BBC'de e'lon qilindi. Bu mayorning ismi Dmitry Bishov. O qochib hozir Litva davlatidan siyosiy panohlikdadir. Yana bir xabar. Rossiyaning mudofaa liniyasi put tirab turolmadi. Umumiy yüzlük tarmar bo'lish vaqti yetib keldi. Al qilg'ich paytlar tor film, video film ishlash kanali 6. ayning 12. günü 30 minut ilgari YouTube. Yana bir xabar. Microsoft Osiyo tadqiqot instituti Jungo'dan chekindi. Amerika Jungo texnikasini yildiz bilan qo'shib yemirib tashlaydi. Halqalıq paytlar 6. ayının 12. gün 55 minut ilgari YouTube. Endi bugün sizlarga so'zlaydigan leksiyamizda bir tushuncha beraylik vatandaş. Nima deseniz bugün 14 davlat kelishimi imzolab, o'ng'ishliq imzolab Jungoni ta'minlash liniyasidan chiqarib o'tish, Jungoga 30% tamoyilni beja qo'yish, 32 davlat Jungoni sodiri e'tibori biri siyosatdan bahramand bo'ladigan davlatlar qatoridan chiqarib o'tish. Jungoning tashqi savdosi so'g'ichalashdi. Jungoning privat bozori xarablashdi. Jungoning motorlashgan yoki iqtisod motori uy mulk tijorat savdo sistemasi barbod bo'ldi. Degan mazmunlarda sizlarga leksiya so'zlab, oxirida yani shundoq bir leksiyani so'zladik vatandoshlar. Nima? Amerika Kengash palatasi 6. ayning 9. kuni qonun loyiha ma'qullab Jungoni taraqqiy qilayotgan davlatlik o'rnini bekor qilish Jungoning. Uning o'rniga Jungoni taraqqiy topgan davlatlar qatoriga tizimlash qonun loyihasi ma'quldi. Bu yil 3. ayda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avom palatasi shundoq mazmunda bir qaror qonun loyiha ma'qullagan edi. Endi 6. ayning 9. kuni 3. aydan keyin bu qonun loyiha ma'qullandi. O vaqtida biz sizlarga o'zimiz savol qo'ydik. Nima dedik? O'zimiz savol qo'yib nima dedik? Bundoq dedik vatandosh. Echibdim ben geçiremem. Savol qo'yib nima dedik? Sodada e'tibor berishga munosabatlik. Agar bu qonun loyiha masalan amaldan qoldirish Jungoning taraqqiy qilayotgan davlatlik o'rnini amaldan qoldirish, taraqqiy topgan davlat o'rniga tizimlash, bu savdo e'tibor berish siyosatini bekor qilishning oldingi qadami. Bundan başqa yan nima dedik vatandoshlarga? Buning oqibati nima? Bu to'g'rida keyingi leksiyalarimizni to'xtalamiz dedik vatandoshlar. Bugün şu munosabatlar sizlarga şu leksiyani tayyorlab keldim. Mazmuni mundaq, bunaqa diqqat qilinglar endi.
Mavzu. Jungo taraqqiy qilayotgan davlat qatorida turganda nima ishlarga erishgan bo'ladi? Taraqqiy qilayotgan davlat o'rnida turganda nima yaxshiliklarga erishgan bo'ladi? Mavzuli xabar 6-oyning 9-kun Tayvan Markaziy agentligi tarafidan e'lon qilindi xabar. Bunday boshladi. Amerika Kengash palatasi qonunlarga ma'qullab Jungoning taraqqiy qilayotgan davlatlik o'rnini amaldan qoldirishni qo'llaydiganligini bildirdi. Jungo taraqqiy qilayotgan davlatlik o'rnida turaverganda qanday imtiyozga erishgan bo'ladi? Jungo Dunyo savdo tashkilotining savdoda qutuldirishiga erishgan bo'ladi. Agar bir peshkanlikka savdo tijorat sohasida bir peshkanlikka uchragan bo'lsa, agar u haliqadek o'rinda turavergan bo'lsa, taraqqiy qilayotgan degan o'rinda u dunyo savdo tashkiloti Jungoni qutuldirishga majbur bo'ladi ekan vatandosh. Ikkinchisi Turkiya nima Jungo 4 qilib sotgani mana bugunkidek ko'rdingizmi? Germaniyada qo'lga olindi. Quyosh energiya taxsis shirkatining arboblari 4 qilib sotganda u vaqtda jazolashdan qutulib qoladi. Bu bir. Yana biri Dunyo bankisining pul muomala yordamiga erishgan bo'ladi. Ko'rdingizmi? Yana biri xalqaro tashkilotlarning fan texnika va pul muomala yordamiga erishgan bo'ladi. Ko'p vaqt ajratib quriladigan xalqaro o'lchamga loyiqlashgan aqliy mulkni qo'g'dash qonunidan bahramand bo'ladi. Bir nafar junguluq torbachchi mundaq yozdi. Taraqqiy qilayotgan davlat sifatida Jungo xalqaro yordamga ega bo'ladi. Aladan boshqa yana yordamga, xalqaro yordamga ega bo'ladi. Ardamga bo'ladi. Muhitning o'zgarishi, yuzdan atrofidagi muhitning o'zgarishiga, bu tabiiy o'zgarishiga va masalan klimat o'zgarishiga hozir dunyoda takrorlanayotgan klimat o'zgarishiga taqobil tura oladi. Balki abadiy taraqqiyotga kerak bo'lgan fan texnika va mablag'ni qo'lga keltirishni ilgari suradi. Yo'lloh. Ikki ufqumning ikki yo'ldagi farqi juma vatandosh. Birleşken Davlatlar Teşkilatı Taraqqiyot Plani Mahkemesi bu intayin cho'ng mahkema vatandoshim. Hatta bundan men bir vaqtlarda dunyo gazetida o'qishimcha Osonliq millat raillari deb atalgan raillarga masalan Tibet, Uyg'uristondagi raillarga aholi ko'chirish, siyosiy ko'chmanlarni ko'chirishga munosabatli mushu tashkilot. Nima? Birleşken Davlatlar Teşkilatı Taraqqiyot Plani Mahkemesi. Anda şu rayonlarda temir yol qurilishi, taş yol qurilishi, aslahalar qurilishi, taş yol yasash va qatnashni rivojlantirish degandek shundaq yerlik iqtisod bu ishlarga dalmishi Birleşken Davlatlar Teşkilatı Taraqqiyot Plani Mahkemesi mas'ul bo'ladigan ishga vatandosh. Hozir men bu yerda deydim. Birleşken Davlatlar Teşkilatı Taraqqiyot Plani Mahkemesi ve Xalqaro Sayyohat Tashkiloti hamda Jungoda bir qator ijtimoiy, iqtisodiy turlarni taraqqiy qildirishni o'rlashtiradi. Gap mana bu yerda. Demak, dunyoviy ish, masalan, taraqqiy qilayotgan davlat deganda shu huquqda mushularga erishadi dedi. Agar taraqqiy qilayotgan davlatlik o'rnini bekor qilib, taraqqiy qilgan davlatlik o'rniga qo'yiladigan bo'lsa, yuqorqi taraqqiyot turlari Birleşken Davlatlar Teşkilatı'nın butunlay bekor qilindi. Guangdong o'lkasida yana bir nafar maxsus Xitoy yozuvchi arbab bunday ko'rsatdi. Taraqqiy topgan davlat qatoriga kirgizilsa tuvanda, kechiringlar, tuvan miqdorda boj olishdan bahramand bo'la olmaydi. Demak, Jungoning tovarlari ishlab chiqqan mahsulotlari Amerika, Germaniya bozorlariga kiradi. Taraqqiy qilayotgan davlat degan yerda $10 boj oladigan bo'lsa, uning o'rniga $5 boj oladi yoki $2.5 boj oladi. Amerikada sobiq prezident Trump davrida shunday bo'ldi-ku, Jungo bizning tovar mollarimizga $25 boj qo'ydi. Lekin biz Jungoning Amerika bozoriga kirgan tovarlarga $2.5 boj qo'yamiz deydi-ku, mana shunday.
taraqqiy qilayotgan davlat deganda mana shunday bahramand bo'ladi. Eksport tuvallaydi. Endi unida chiqarib etilganda Jungoning eksporti tuvallaydi. Boshqa davlatlar Jungoga fan texnika eksport qilishni cheklaydi. Yuqoridayoq har qanday davlatlar, masalan, yaqinda Yaponiya chekladi, Gollandiya chekladi, fan texnika, Android uzak eksport qilishni Jungoga chekladi. Bu qonun Kengash palatasi ma'qullanmay turib chekladi. Jungoning fan texnikasi zarur bo'lgan fan texnika va uskunlarni qo'lga keltirolmaydi. Masalan, Jungoning fan texnika sohasi o'zi kerak bo'lgan vinta, mex, burma yoki shuning o'xshash bir nima bilan uskunlarni, ya'ni chet eldan elib kiraman desa, elib kirolmaydi dedi. Qo'lga keltirolmaydi. O'xshashlar Jungo taraqqiy qilgan davlat qatori qo'yilsa, taraqqiy qilayotgan davlat emas, taraqqiy qilgan davlat qatori qo'yilsa, taraqqiyot banklariga tuvan o'simlik qarz berishni talab qilib iltimos yozolmaydi. Hatta Jungo o'zi mablag' solgan Osiyo taraqqiyot bankasiga iltimos yozib, "Menga tuvan o'simli pul qarz bergin" deyilmaydi. Chongqing shahrida bir nafar to'rbachi mundaq yozdi. Jungo yana shuning uchun Saudiyada e'tibor berish siyosatidan bahramand bo'la olmaydi. Endi bu qatim shunga qaraganda bu chimchiqlik odamlar degani qaraganda endi Kengash palatasi, Avom palatasi Amerikada bu qarorni chiqarib bo'ldi. Jungo taraqqiy qilayotgan davlat emas, taraqqiy qilgan davlat deb chiqarib bo'ldi. Endilikda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi kelar qatimda Jungoga Saudiyada e'tibor berish siyosat taqdim qilamdi yo'q. Masalan, 2020-yillarda 21-yili Dunyo Sog'liq Tashkilotiga kirdigan chog'da Amerika Davlat Majlisi Jungoga Saudiyada e'tibor berish, siyosiy kishilik huquqni hamroh qilish deganni ayirib etgan. Ikki taraf qo'yib etgan va Jungoga Saudiyada e'tibor berish siyosiy bo'lgan edi. Endi bugun shuni bekor qilish navbati kelar qatimda o'tirib qo'yilamdi. Qanday? Shunday savol qo'yamiz vatandosh. Bunda Jungoning eksport savdogarlari tamojni bejini e'tibor berishdan bahramand bo'lolmaydi. Saudiyada e'tibor berishdan bahramand bo'lolmasa, tamojnida e'tibor berishdan bahramand bo'lolmaydi. Bo'libmi Jungoning mexanika yoki elektronik mahsulotlari, yiqilg'i va kon mahsulotlarini import qilishdan sarfiyat yuqorilab ketdi. Yiqilg'i, masalan, nefat, xam nefat, tabiiy gaz deganlarning bahosi endi yuqorilab ketdi, o'sib ketdi. Bular elektronik mahsulotlarni chet eldan kirgizdi, bahosi yuqorilab ketdi, o'sib ketdi. Yana ba'zi obzorchilar bunday ko'rsatdi. Agar Jungo taraqqiy qilgan davlat qatoriga kirgizilsa, havoga qo'yib berilgan sanoat istiqbollari masalasida texmi agar xalqaro besimga duch keladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Kengash palatasi Jungoning taraqqiy qilayotgan davlatlik o'rnini bekor qilish qonun loyihasini qarshi ovozsiz ma'qulladi. Buning uchun hamda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungoning xalqaro tashkilotlardagi taraqqiy qilayotgan davlatlik o'rnini o'zgartirish kerak. Mesela Amerika shunda qonun ma'qullab xalqaro tashkilotlarga kirgizgan bo'lsa, endi bu o'rinni bu martaba o'zgartirish kerak. Endi yaqinda tungilikshimiz nima dedik? Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungoni ziyorat qildi dedik. Bugun dal 6-oyning 9-kuni nima ish yuz berdi demasan, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi Jungoga taraqqiy qilayotgan davlatlik o'rni berishni amaldan qoldirib, Jungo taraqqiy qilgan davlat degan shunday qonun loyihasini ma'qulladi. Endi davlat ishlar kotibi Antony Blinken shunday bir kuch bilan Jungoga bordi. Qani Jungo hukumati qanday qarshi oladi? Bu oldimizda siz biz ko'radigan masalalar vatandoshlar.